Mana aziz do'stlar, echkilarimiz. Mana hozir echkimizga sharbat tayyorlab berdik. Sutni ko'paytiradigan sharbat. Mana shu echkilarimizga mana sutni ko'paytiradigan sharbat hozir mana tayyorlab berdik. Mana shunday mana sharbatimiz tayyorlab berdik. Kimga agar qiziq bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Mana shunday parodali echkilarga sutni ko'paytiradigan sharbatni mana qo'ldan kelgancha tayyorlab beryapmiz. 3 litrdan 4 litrgacha sog'yapmiz. Mana shu echkilarimiz mana. Ona bola echkilar mana shu takacha sotiladi. Agar kimga kerak bo'lsa, takachani sotamiz. Buni hozir sharbat tayyorlab berdik. Hozir sharbatimiz issiq suvda tayyorlaganmiz, sal qaynoqligi uchun. Mana endi hozir asta-sekinlik bilan echkimiz hozir yeyishni boshlaydi. Mana shu echkilarni mana shunday sutini ko'paytirib sog'ib olyapmiz. Bizning manzil Samarqand shaharda joylashgan. Samarqand shaharda ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Mana aziz do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana sharbatni hozir oz-ozdan yeyapti. Bu hozir juda issiq. Asta-sekinlik bilan yeyishni boshlaydi. Mana hozir sharbatimiz sovib qoldi. Sal sovutib mana berdik endi. Endi mana sharbatni yeyishini ko'ringlar. Azizlar mana talashib yeyapti. Shirinligidan sutini ko'paytiradi. Mana shunday sharbat tayyorlab bersangiz, echki sutini ko'paytiradi. Shirinligini shirani hisobiga mana yeyishini qaranglar, qanday yeyapti. Videoni boshida bu sharbatimiz yangi tayyorlagan edik, sal issiqroq edi. Shuni hisobiga yemay turdi. Mana endi hozir issiqlik ketib soviganiga mana sharbatni yeyishini qaranglar. Endi mana shunday sharbat kuniga 2 mahal echkiga ertalab va kechqurun tayyorlab berilsa, 1 litr sut berayotgan echki ham 1,5 litr, 2 litrgacha sutini ko'paytiradi. Keyin 3 litr sut beradigan echkiga agar shunday sharbatlar tayyorlab bersangiz, 4 litrga chiqaradi. Qo'ldan kelgancha mana echkimizni boqib, mana shunday boqyapmiz aziz do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'zingizni fikringizni yozib qoldiringlar. Mana shunday echki boqib ko'rsatib chiqaramiz mana shunday videolarni mana.